Go'zal modellarimizdan yangi modellar yana kelishda davom etadi. Kofta yubka qizlar, rabuchi karmanlari bor, razmerlari 3 tali, LK, XL, 2XL. Mani enimdagi LK razmeri 48 ga bemalol to'g'ri keladi. Bu modelimizda 3 xil ranglari bor. Mana ko'rishingiz mumkin. Kirpichning rangi bor. Bunaqa choko ranglari bor. Mana yubkalari bilan va mana bunaqa rangi bor. Hurmatli xaridorlarimiz, sizlar uchun xilma-xil bo'lgan ham yubkali, ham shimli variantdagi dvoykalarimiz materiallari oysho bo'lgan dvoykalarimizdan sotuvda sizlar uchun qizlar. Ruchная работаlar bilan ishlangan, shunaqa Swarovski toshlar bilan bezatilgan dvoykalarimiz keldi. Pekin fabrichniy razmerlariga kelsa LK, XL, 2XL, qora va choko rangda qizlarjonlar. Buni ham ko'rishingiz mumkin. Shimlari, kilotlari ham keng bo'lgan, bellari tepa qismi rezinkada ishlangan. Bo'ylari, rostlari baland ayollarimizga ham juda ham chiroyli chiqadi. Marhamat, sizlarni do'konimizda kutib qolamiz. Hurmatli xaridorlarimiz, sizlar uchun troykalarimiz kelishi davom etadi. Ko'rishingiz mumkin, juda ham chiroyli plashovka materialdan yumshoqqina qilib ichlari hibs tirishda orqa oldini yopadigan troykalarimizdan keldi. Bo'ylari, rostlari baland ayollarimiz uchun ham juda ham yaxshi turadigan troykamiz. Kilotlari ham uzungina chiqqan qizlar. Buni bemalol bahorda bu yog'ini kiyib mazza qilib xarid qilsanglar bo'ladigan troykamiz qizlar. Oldilari shunaqa Swarovski toshlar bilan ishlab qilingan rabochi karmanlari bor. Oldidan yopadi va bellari shunaqa regirovka qilinadi. Razmerlariga kelsak 4 tali, 1, 2, 3, 4 gacha. Egnimda eng kichkinasini kiydim. Marhamat, sizlarni do'konimizda kutib qolamiz. Hurmatli xaridorlarimiz, shunaqangi Swarovski toshlar bilan ishlangan Turkiya 1:1 qilingan lyuks kopiyadagi Elifline modellarimizdan yana bitta model. Juda ham chiroyli bo'lgan choko va qora rangdagi troykalarimiz sizlar uchun. Marhamat, bu troykamizni sizlarga tushuntirib o'tsam. Ichlaridagi baza koftichkasi oysho materialdan juda ham chiroyli, sifatiga gap bo'lishi mumkin emas. Yenglari shunaqa lyurexlar qilingan manjetda. Oldilarini yuvib kiysanglar ham hech narsa qilib toshlari tushmaydigan va qomatni juda ham chiroyli ko'rsatadigan. Qoliplariga kelsak juda ham idealniy qizlar, yuppichkalariga ahamiyat beramiz. Yonlarida rabochi karmanlari bor. Shunaqa oysho materialidan troykamiz sizlar uchun. Marhamat, sizlarni do'konimizda kutib qolamiz. Talab va istaklariga binoan troykamizning yangi variantlari keldi. Bu hozir yengi uzun, usti plashovkali, ichi esa astarlari shunaqa gul nusxali, ichidagi polyesterda oldida gullar va toshlari bor. Bu bemalol bo'ksalar yo'q turadi. Mana hozir men sizga bo'yin rostini ko'rsataman, chunki hijobli qizlar sizga to'g'ri keladimi so'rashadi. Mana bemalol bo'ksalar yo'q turadi. O'zini alohida yengilroq havoda kiyasiz, plashovkasini esa bahorda bemalol foydalansangiz bo'ladi. Yuvib tozalashingizga ham yaxshi, qulayligi ham yaxshi. Narxlari esa undan ham ma'qul keladi, faqat buni direktga kommentariyaga yozing. Pekin fabrichniy bo'lgan troykalarimizni bahoriy mavsumga mos bo'lgan yangi variantlari kirib keldi. Hozir mana ustimda nimchalik shaklini ko'rishingiz mumkin. Buni yengi uzun plashovkali varianti ham bor. Uni keyingi postda aytib o'taman. Hozirgi obzorim esa mana shunaqa nimcha shaklda cho'ntaklari bor. Ichlari esa polyester hibidan iborat, oldida bezaklari bor. Tomniy siniy rasvetkasi, razmerlari 40, 42, 43, 44 Turk razmerda topsangiz bo'ladi. Hozir men ustimda 42 razmeri kiyib olganman qizlar. Tomniy siniy bilasiz, ko'p qizlarga mos keladi va hozir o'sga kirgan. Bu plashovkalini bemalol o'rangan opa-singillarimizga ham to'g'ri keladi, chunki bo'y rosti hisobga. Nargizka shopda yana bitta dvoykamiz va tugmachalarini taqdim mana. Juda chiroyli qilib ishlangan qizlar. Haqiqatan bagati dvoyka ekan, ko'rasizlar. Yubkalarini qaranglar, shunaqangi yonib turibdi. Qoliplari shunaqangi zo'r, sifatlariga gap yo'q. Shunaqangi bomba dvoykalardan bittasi Nargizka shopda. Razmerlari 42, 44, 46, 48 ko'rasizlar. Go'zal opa singillar. Oldinglarni yechib, ichinglardan ba'zi maychkalar kelib troyka qilib kiysanglar bo'ladi. Xullas, mendan chiroyli qilib kiysanglar bo'ladi. Shunaqangi eng oldi, eng sara narsalarni olib keltirganman. Tezda Nargizka shopdan aktiv bo'lib olinglar. Yozinglar.
Assalomu alaykum xaridorlar, yaxshimisizlar? Hammanglar kuninglar yaxshi o'tdim. Shunaqa kardigan olganmiz, novinkada. Orqalari shu kombin qilingan. Materiali bilan jinsi, qora, 3 xil rangda, qora jinsi, korичневый ranglarda kelgan. Bularning ham orqalari shunaqa необычный qilib ishlatilgan. Razmerlari standart 44 dan 58 gacha bo'lgan opa-singllarimizga to'g'ri keladi. Bularni pastlari ham необычный ishlangan, ko'ringlar. Необычный, juda ham chiroyli. Qizlarjonlar, bizga mana shunaqa Nesh Collection premium kачествоdan Guangzhoudan mana shunaqa asal dvoykalarimiz keldi. Asalligini qaranglar, kilotlari, cho'nchaklari ustidagi batniki вообще takoy turadi. Nalichada ulgurib qolinglar, yangi tovarimizni qaranglar, просто sevasizlar, kачествоsi shik bomba. Hurmatli xaridorlarimizni novinka kutayotganmidinglar? Sizlar uchun novinkalarni dodasini chiqardik. Ko'ynigimizning matosi xib trikotaj, villur bilan kombinatsiya qilib ishlangan. Oldilari obmanka tugmachada qo'l ishlari bor. Yonlariga alohida e'tibor beringlar. Qaranglar, juda ham chiroyli. Ko'ynigimizning orqalarida belbog'lari bor. Ranglariga keladigan bo'lsak, bordoviy, qora hamda shunaqa chiroyli bo'lgan korичневый. Ko'ynigimizning fasonini ko'rdinglar, hurmatli xaridorlarimiz. Agar bunga ta'rif beradigan bo'lsam, to'g'risi kech bo'lib ketadi. Razmerlari 48 dan 54 gacha. Hammanglarni do'konimizda kutib qolamiz. Hurmatli xaridorlarimiz, bizdan yana sizlar uchun chiroyli bo'lgan novinkalarimiz chiqdi. Matosi xib trikotaj, shunaqa chiroyli bo'lgan organza matosi bilan kombinatsiya qilib ishlangan. Ko'ynigimizning stiliga keladigan bo'lsak, juda ham chiroyli, необычный stilga ega bo'lib, yonlarida shunaqa zamoklar bor, go'zallarim, oldilarida ruchnoy rabotalari hamda obmanka tugmachalari. Etaklarini qaranglar, ruchnoy rabotalar bilan ishlangan. Bu tomoni qo'sh etek. Razmerlariga keladigan bo'lsak, 48 dan 54 gacha. Rasvetkalarini qaranglar, sizlar uchun korичневый, bordoviy hamda qora rasvetkasidan chiqarganmiz. Bemalol kelsanglar bo'ladi, buyurtma bersanglar ham bo'ladi. Hammanglarni do'konimizda kutib qolamiz.